Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi rejalashtirilgan mumtoz matn tahlili darsimizni boshlaymiz. Ovoz qanday? Ekran ko'rinyaptimi? Ovozim boryaptimi? Hammasi joyidami? Hamma tayyormi? Dars jarayonini boshlaymizmi? Yaxshi, hamma tayyor bo'lsa, jarayonni boshlaymiz. Birinchi savolga e'tiboringizni qaratasiz. G'azal matlasi haqidagi to'g'ri mulohazani aniqlang. Demak, biz g'azalning dastlabki baytiga qarashimiz va uni tahlil qilishimiz va shundan so'ng javoblarga qarab to'g'ri javobni aniqlashimiz lozim. G'azalning dastlabki bayti, birinchi baytiga e'tibor qarating. Payvasta qoshing shaklidur, ul chashmi jodu ustuna. Bir charx kim yozmish qanot, qasd aylab ohu ustuna. Doim baytni tahlil qilayotganda uni ifodali o'qing va gap bo'laklarini odatdagi tartibga keltirib oling. Deylik, birinchi misrani to'g'ri tartibga keltiramiz. Ul chashmi jodu ustuna payvasta qoshing shaklidur. Bu misraning ma'nosi shunday: yorning jodu ko'zlarining ustida payvasta birlashib ketgan qoshining shakli turibdi. Shakli mavjud. Shaklidir degan mazmun ifodalanyapti. Demak, bu baytning birinchi misrasida yorning qoshi va ko'zi tasviri keltirilyapti. Chashim bu ko'z, ko'zi va qoshi tasviri keltirilgan. Endi ikkinchi misrada juda ko'p aynan milliy sertifikat imtihoni uchun olinayotgan g'azallarda kuzatilgani kabi, shu o'rinda aytib o'tay, bu g'azal ham milliy sertifikat imtihonida tushgan. Ya'ni bundan oldingi o'sha bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonida tushgan Feruzning ustuna g'azali bu. O'sha ko'p olinadigan g'azallar sirasiga kiradi. Ya'ni birinchi misrada bir fikr beriladi, ikkinchi misrada mana shu fikrga o'xshash bo'lgan misol, o'xshatma keltiriladi. Demak, birinchi misraning ma'nosi bilan tanishib oldik. Yorning jodu ko'zning ustida birlashib ketgan qoshi turibdi. Qoshining shakli bor. Endi ikkinchi misrada bir charx kim yozmish qanot, qasd aylab ohu ustuna. Xuddiki bir qush qasd qilib ohuning ustida qanot yozgani kabi deyapti. Demak, endi bu yerda asosiy mazmunni aks etayotgan so'zlar charx va ohu so'zlar. Endi siz buni tasavvur qilishingiz, ko'z oldingizga keltirishingiz lozim. Tasavvur qiling, ohu ketib borayapti, uning ustida bir qush qanot yozyapti. Ohuga qasd qilib qanotini yozyapti. Endi ana shuni qanot yozgan qush xuddiki yorning birlashib ketgan qoshini eslatadi. Endi ohu esa, ya'ni qush nimaning ustida qanot yozdi? Ohuningni. Ohu esa xuddiki yorning ko'zini eslatadi. Demak, mana shu baytda yorning qoshi qushga, yorning ko'zlari esa ohuga o'xshatilmoqda.
Xo'p, endi javoblarga qarasak bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Mana javoblarga qaraymiz. Yorning oshiq joniga qasd aylashi ifodalangan. Bu fikr noto'g'ri. Qushning ohuga qasd qilishi aytilgan, lekin hurmatli o'quvchilar, o'sha yorning oshiq joniga qasd qilishi haqida aytilmagan. B-javob. Yor qoshlari qanot yozgan qushga qiyoslangan deyapmiz. Mana bu fikr to'g'ri. Haqiqatda yorning qoshlari qanot yozgan qushga o'xshatilmoqda. Demak, biz to'g'ri javob sifatida olishimiz kerak B javob. B javob. Xo'p, endi C javob. Oshiq qalbi o'ljaga aylangan ohuga qiyoslangan deyapmiz. Bu fikr xato. Chunki ohuga biz oshiqning qalbini emas, balki yorning ko'zlarini o'xshatdik. D javob. Yor ko'zlari oshiqni sehr jodu qilgan ifoda etilgan deyapmiz. Endi e'tibor qaratasiz, bu yerda yorning ko'zlari oshiqni sehr jodu qilgani aytilmagan. Faqat yorning jodu ko'zlari haqida fikr keltirilgan xolos. Hurmatli o'quvchilar, yozib qoldiringlar, ovozim boryaptimi? Bitta yozib qoldiringlar-da, ayrim ustozlarimiz, ayrim o'quvchilarimiz ovoz yo'q deb yozyapti. Mana shu oxirgi tashlangan post izohiga yozinglar. Xo'p, yaxshi. Unda davom etamiz. Keyingi bayt. 3-baytga qaraymiz. Birinchi savolning to'g'ri javobi B bo'ladi. 3-bayt badiiy tahlili noto'g'ri izohlangan javobni aniqlaydi. Noto'g'ri izoh so'ralgan. Mana shunga e'tibor qaratasiz. Endi 3-baytga qaraymiz. Mehrimiz o'lmush mudur gulgun shafaq ichranxon kiymish va yo gulrang to'n ul sho'xi gulru ustuna. Birinchi misraning ma'nosi shunday. Mehrimiz gulgun shafaq ichra nihon o'lmush mudur. Bu degani quyosh, qizil, ufq, shafaq ichida nihon o'lmoq, nihon bo'lmoq, ya'ni yashiringanmi deyapti. Ya'ni quyoshning shafaq, qizil shafaq ichiga berkinib olgani aytilyapti. Quyosh qizil shafaq ichiga berkinib oldimi deyapti. Nega? Mudur deyapti, qarang. Berkinib olganmi? Yashirinib olganmi? Yoki va yoki ul sho'xi gulru, ya'ni ul sho'x yor ustiga gulrang to'n, ya'ni qizil to'n kiyib olgan. Demakki, bu baytda tajohul orif sanati bor. Bilib turib bilmaslikka olish sanati. Xo'p, endi qaraymiz, hurmatli o'quvchilar, hamma e'tibor qilsin. Qaysi badiiy sanatlar ishtirok etganini va qaysi badiiy sanat qo'llanmaganini aniqlashimiz kerak. Demak, noto'g'ri so'ralgani uchun ham siz C javobni olgan bo'lishingiz kerak. Chunki ihom sanati yo'q. Bir so'zni ikki xil ma'noda qo'llashga asoslangan san'at yo'q. San'at yo'q. Xo'p, qolgan javoblar to'g'ri. Ishtiqoq sanati aks etgan. Ishtiqoq bilasiz, o'zakdosh, asosdosh so'zlar hisoblanadi. Hozir bu yerda gulgun, gulrang va gulru so'zlari ishtiqoq sanatini hosil qilmoqda. Xo'p, endi bor ekan, mana shuning uchun ham A javob to'g'ri chiqib ketadi. B javob fikr ifodasida tajohul orif sanati qo'llangan. Haqiqatda tajohul orif sanati qo'llangan, yuqorida ko'rdik.
bilib turib bilmaslikka olish. Yor ustiga qizil to'n kiyganini bilib turibdi-da, bilmaslikka olib yoki quyosh qizil shafaq ichida berkinib oldimi deb so'rab murojaat qilyapti. Tajohul orif san'ati ham mavjud. Dejob fikr ifodasida tashbih san'ati qo'llangan. Tashbih bilib qo'ying shuni. Mana shu tajohul orif san'ati qo'llangan yerda tashbih ham bo'ladi. Chunki biz o'xshatishlarni qo'llaymiz. Bu baytda yor ul sho'xi guluru. Quyoshga yorning qizil to'ni esa mana bu shafaqqa o'xshatilmoqda. Demakki, tashbih san'ati ham qo'llangan. Xato hukm so'ralgani uchun ham C javobni olishingiz kerak edi, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, davom etamiz. Keyingi savol. Keyingi savol. 8-bayt mazmuni to'g'ri izohlangan javobni aniqlang. Endi 8-baytga qaraymiz va 8-bayt haqidagi to'g'ri izohni topishimiz kerak. Keling, mana shu baytga e'tibor qarasak. Yog'du kun oldi ko'zlarim oldida shomi tordek, aylarga pinhon yuzlarin chun yozdi gisu ustuna. Endi bu baytni 2-misradan boshlab tahlil qilganimiz ma'qulroq. Qarang, endi tahlilni boshladik. Pinhon aylarga, ya'ni yashirish maqsadida deyapti. Pinhon aylamoq, yashirmoq. Pinhon aylarga ga qo'shimchasi hozir maqsad ma'nosini ifodalayapti. Yashirish maqsadida yor yuzlarining ustiga gesu, bu soch degan. Sochlarni yozdi, sochlarni yoydi deyapti. Demak, yor yuzini yashirish maqsadida yuzlarining ustiga sochlarini yoygani aytilyapti. Endi birinchi misraga qaytib olamiz. Yog'du kun oldi ko'zlarim oldida shomi tordek. Demak, inversiyani to'g'rilasak, ko'zlarim oldida yog'du kun shomi tordek bo'ldi. Natijada ko'zlarimning oldida yorug' kun qorong'u tundek bo'ldi deyapti. Demak, bu baytning ma'nosi shunday. Yor sochlari bilan yuzini yashirganda oshiqning ko'ziga yorug' kun ham tun kabi qorong'u bo'lishi aytilgan. Demak, hurmatli o'quvchilar, to'g'ri javob bunda D bo'ladi. Yor sochlari bilan yuzini yashirsa, oshiq ko'ziga kunduz ham qorong'u bo'lishi ifodalangan. To'g'ri javob D. Endi davomi. Keyingi savol. Qaysi o'xshatish g'azal mazmunida keltirilmagan deyapmiz. Keltirilmagan o'xshatishni topishimiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Endi qaraysiz. Hozir biz o'zi keltirilgan o'xshatishlardan ikkitasini ko'rdik. Mana yor yashirilgan oftob o'xshatilgani, yorning libosi shafaqqa o'xshatilgani 3-baytda berilgan. Buni ko'rib bo'ldik. C bilan D javob to'g'ri bo'lgani uchun bittada chiqib ketadi. Endi ikkita javob qolyapti. A va B javoblar. Bu javoblarning endi qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xatoligini aniqlash uchun biz 6-baytga qaraymiz. Haddurmi ruxsori uza yoxud musahhar qilg'ali chin mulkining kelmishmidir afvoji hindu ustuna. Endi buning ma'nosi shunday. Qaranglar. Haddurmi ruxsori uza deyapti. Mana shuni bitta tahlil qilib olishimiz kerak. Ruxsor bu yuz. Xat bu yuzdagi mayin, qora tukchalar. Yuzdagi mayin, qora tukchalar. Endi shunday ekan ma'nosi. Yorning yuzi uzra ko'rinib turganlar haddurmi? Ya'ni mayin, qora tukchalarmi deyapti. Yana bu yerda kuzatishimiz mumkin tajohul orif san'ati. Yoki deyapti. Mana bilib turib bilmaslikka olish boshlandi. Yoki
musahhar qilg'ali, bu bo'ysundirish maqsadida degani, Chin mulkining, ya'ni Xitoy mulki, Xitoy mamlakatining ustiga afvoji hindu qo'shini kelyaptimi, kelmoqdami? Demak, mazmun shunday ekan. Yorning yuzidagilar mayin tukchalarmi, mayin qora tukchalarmi yoki Chin mulkini egallash, bo'ysundirish, bosib olish maqsadida afvoji hind lashkari bostirib kelyapti. Demak, hurmatli o'quvchilar, bu yerda o'xshatishlarni aniqlab olishimiz kerak endi. Yorning yuzi ruxsori xuddiki Chin mulkiga o'xshatilyapti. Xitoy mamlakatiga. Ya'ni yuz yorning chiroyi, boyligi hisoblanadi. Endi shu boylikni egallash maqsadida kelayotgan hind lashkari xuddiki yorning yuzidagi tukchalarni bizga eslatib yuboradi. Demakki, bu baytda yorning yuzi Chin mulkiga, yorning yuzidagi mayin tukchalar esa, qora tukchalar esa ana shu hind lashkariga o'xshatilmoqda. Xo'p, endi qaraymiz. Xo'p, endi qaraymiz javoblarga. Qaraymiz. Xo'p. Qaysi o'xshatish g'azal mazmunida keltirilmagan degan B javob to'g'ri bo'lar ekanda. Yorning sochlari hind lashkariga o'xshatilgan. Yorning sochlari emas, hurmatli o'quvchilar. Yorning yuzidagi qora tukchalar hind lashkariga o'xshatildi. Hind lashkariga. Demakki, bunda to'g'ri javob B bo'ladi. A javob ham to'g'ri. Yorning yuzi Xitoy mulkiga o'xshatilgan. 4-savol tahlili tushunarli. 5-savolga o'tamiz. Qaysi fikr g'azalda aks etmagan? Endi qaraysiz, bunda to'g'ri javob C bo'ladi. 4-baytda oshiqning iztirobdan nihoyatda kuchli ko'z yosh to'kgani aks ettirilgan degan fikr xato bo'ladi. Ya'ni bu fikr g'azal mazmunida keltirilmagan. 4-baytning mazmuni shunday. Ko'nglim ne tong sinobdek har lahza qilsa iztirob. Endi bu yerda oshiqning ko'ngli tasvirlanyapti. Oshiqning ko'ngli holati bayon qilinyapti. Kim ul yuz o'tidan erib suv bo'lg'usi suv ustuna deyapti. Endiki shunday mazmun aks etgan ekan. Oshiqning ko'ngli yorning yuzining o'tidan, ya'ni simobdek ko'ngil. Simob bilasiz, uncha buncha narsani eritib yuboradi, lekin o'zi juda yuqori haroratda erib suv bo'ladi. Demoqchimanki, u ham agar bu haqida xabaringiz bo'lsa, u ham metal hisoblanadi, lekin unaqa qattiq metal emas, lekin u erib suv holatiga kelishi juda yuqori darajada, yuqori haroratda sodir bo'ladi. Demak, oshiqning ko'ngli mana shu baytda. Yorning yuzining o'tidan, taftidan, yorning yuzining issiqligidan erib suv bo'layotgani aytilyapti. Tushunyapsan? Demak, oshiqning ko'nglining yor yuzining taftidan erib suv bo'lishi aytilyapti. Ana bu xalq ichida shunaqa gap bor-ku, ko'nglimni eritib yubording deymiz-ku. Mana shunaqa gap bor. Lekin bu yerda hurmatli o'quvchilar, ko'z yosh to'kish haqida gap ketmagan. Xato fikr so'ralgani uchun ham biz olishimiz kerak C javob. Xo'p, endi qolgan javoblar to'g'ri bo'ladi. 5-baytda oshiqning telbaligi o'zgarga kulgili tuyulish aks ettirilgan, bu to'g'ri. Layli va shimning ishqi majnunlig'im ko'rgan kishi holimga kulgular qilur, izhor kulgusini. Ya'ni yorimning
ishqida telbaligimni ko'rgan odam ahvolimga kuladi degan bir fikr aks etgan. Ya'ni kulguli, o'zi kulguli ahvol. Shu ahvolni ko'rib yana kulishni aytilyapti. Bu to'g'ri ekan. To'g'ri bo'lgani uchun chiqib ketadi. 7-paytda yorining sochi yuzdagi go'zallikdan ayrilgan oshiqqa turli balolar hujum qilish aytilgan, bu ham to'g'ri. Zulfi, sochi, xati yorining yuzdagi mayin tuklar bular. Mayin tuklarining hajrida, ya'ni ulardan ayriliq dardida oshiqning boshiga hujum aylaydi. Nima hujum aylaydi? G'oyatsiz anduh, alam, 100 ming turli qayg'ular hujum aylaydi. Demak, bu fikr ham to'g'ri ekan. Ya'ni 7-baytda yorining sochi yuzidagi go'zallikdan ayrilgan oshiqqa turli balolar hujum qiladi degan gap bor ekan. Endi 9-bayt ma'nosiga qaraymiz. Vahnaylayn firus, ul qotil g'azab yoyin chekib, ul qotil deb yorining ko'zini nazar tutyapti. G'azab yoyin chekib yorining qoshini nazar tutyapti. Mujgon o'qin yorining o'q kabi kipriklarini nazar tutyapti. Tez otgali chim solmish abosini. Xullas, bu yerda yorning qotil ko'zlari o'sha kipriklarini kamon qilib, yoy kabi qoshlarini chimirib, oshiqni otishga tayyor turgani aytilyapti. Natijada firuz, ya'ni oshiq bunday holatda men naylayin, ya'ni nima ham qila olaman. Demakki 9-bayt mazmuni ham to'g'ri berilgan. Yorning qoshini yoy, kipriklarini o'q qilib oshiqni otishga chog'langani aks ettirilgan. Demak, hurmatli o'quvchilar, xato hukm so'ralgani uchun ham 5-savolda S javobni olishingiz kerak edi. Marhamat, izohlarda yozib qoldiringlar. Ushbu g'azal va g'azal bo'yicha keltirilgan savollar sizga ma'qulmi? Eslatib o'taman, bu tushgan g'azal. Va ushbu savollar tahlili o'sha har bitta baytni hijjalab, misra tahlil qilishimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatayotganingiz uchun, darsimizda ishtirok etayotganingiz uchun bag'oyat xursandmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa sizga imtihon oldi yanada ko'proq yordam berishga, ko'mak berishga biz astoydil bel bog'laganmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.